Oshqozon yara kasalliklariga ayting deyishibdi. Kartoshkani shirasini tayyorlash ichish tariflarini aytib o'taman. Yangi qizil yoki sariq rang kartoshkani olasiz. Yuvib, tozalab, qobig'i bilan maydalangach o'tkaziladi qirg'ichdan. Sharbatini olasiz. Chiqqan sharbatini darhol qilish kerak. 20 daqiqadan keyin vitaminlar yo'qolib ketadi. Qabul qilish tartibi: kuniga 3 marta ertalab och qoringa tushlikdan 30 daqiqa oldin, kechqurun yotishdan oldin iste'mol qilinadi. 50 grammdan. Har safar yarim stakani 100 mg ichilishi shart. Davolash muddati 2 hafta bo'ladi. Davomiyligi so'ng 7 kun dam olib turib, yana 2 hafta davom etadi. Foydalari: oshqozon kislotnisini norma holida keltirib beradi. Me'yorlashtiradi. Yaralar, gastritlar kamaytirib beradi. Shilliq qavatini himoya qiladi. Oshqozoningizda muammo bo'lsa, ichingiz qotadigan bo'lsa, qorningiz dam bo'ladigan bo'lsa, ushbu retseptni saqlanib oling, kartoshkadan foydalanib yaxshi natija ko'ring. Salomat bo'ling.